Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Andijonda maktabda o'qituvchi eri tomonidan pichoqlab o'ldirildi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinovning Qalampir.uz'ga ma'lum qilishicha, voqea 27-yanvar kuni Asaka tumanidagi maktab binosida sodir bo'lgan. Shu maktabda ishlovchi erkak oilaviy kelishmovchiliklar sabab kelib chiqqan janjal oqibatida o'zi bilan birga ishlovchi 34 yoshli turmush o'rtog'iga pichoq bilan bir necha marotaba tan jarohati yetkazib, uni qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng erkak yashash xonadoniga qaytib kelib, ushbu xo'jalik pichog'i bilan o'zining qorniga bir necha marotaba urib, o'z joniga suiqasd qilgan. Uni ko'rib qolgan akasi erkakni shifoxonaga olib borgan hamda ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida uning hayoti saqlab qolingan. Mazkur holat yuzasidan erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayol esa vafot etgan. Marhumaning yaqinlariga hamda oila a'zolariga hamdardlik tilab qolamiz.